Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, hemmenizlerge Allah'ın güzel selamları ve rahmeti olsun. Bugünkü temimiz düşmanın güçün yetmese dostunu ur. Temimiz sel külkülük bolsunmu, vatanımızda bolatkan ahvallar, Xitay zalimlariga qarshi amaliy xizmatlarni qilolmaganligimizdan ichimiz achchiq bo'lib, kulgili so'zlarni anlasaqmi, chiroyimizga kulgi chiqmaydigan, ichimizdagi azob yuzimizga tepib chiqadigan bo'lib qoldik. Aslida dunyoning hech qanday yerida dushmaning kuching yetmasa do'stingni ur degan bir narsa yo'q. Ammo chet eldagi muhojirat yashayotgan Uyg'urlar orasida, Sharq Turkistonliklar orasida dushmanimizga kuchimiz yetmay, do'stlarimizni azor beradigan, do'stlarimizga ziyon yetkazadigan ahvol ko'plab qilyotdi. Shuning uchun bu temada azroq o'zimning tushunchlarini sizlarga o'rtoqlashim keldi. Yaqinda mijoz nihoyat yaxshi bir qarindishimiz yenidan davolanib saqaydi. Bu qarindishimizga nima bo'ldi desanglar, bu qarindishimiz bir do'sti bilan ma'lum bir gap so'zlarda bir do'sti bilan takallashib qopti. Gap so'zlar talash-tortishlar sal kuchayibdi va do'sti unga qarab etilib yugurib ketdi. Do'stining etilib yugurib kelayotganligini ko'rgan o qarindishimiz kallasida bu do'stim mening qishimga kesimi ya meni ishtirib etdi ya biramush silib to'xtab qoldi deb o'ylab. Ammo o do'sti bu qarindishimizning burniga bir necha mushurib burnini sundirib. Yaqindan beri shunga o'xshaydigan jidal majralar, talash-tortishlar va do'stlar o'zaro qizirishib qoladigan, adajida bo'ladigan ahvollar ko'p uchrayotdi. Amaliyotda u talash-tortishlar eng kichik, ushshaq, qimmati yo'q fikriy talash-tortishlardan kelib chiqqan. Ya dunyoligimizga foydasi yo'q, ya oxiratligimizga foydasi yo'q. Ishlarda talash-tortishlar ko'plab chiqib qoladi. Afsuslanarligi shuki, biz chet elga chiqqandan keyin chet eldagi muhojir qarindoshlarimiz ichida kuchini Xitoylarga ko'rsatilgan, Xitoylarga bakroq zarb beradigan, Xitoylarning zulmini to'xtatish uchun amaliy xizmatlarni qiladigan qarindoshlarimiz yo'q deyarlik nihoyat oz. Ammo o'z ichimizga ixtilof, urushchida talash-tortish nihoyat ko'p bo'lyapti. Atrofimizdagi diniy qarindoshlarimiz, bir vatandosh bo'lgan, bir dinda bo'lgan qarindoshlarimizni necha shoqlaq uralgan bo'lsaqmi, necha yuz qatimlab ularning ko'ngliga eg'izlarimiz bilan, qattiq so'zlarimiz bilan azor bergan bo'lsaqmi, ammo dushmanimiz Xitoyga hech bir zaman bir shoqlaq ataligimiz yo'q, yoki ularga haqiqiy o'tkidek bir necha eg'iz so'z qilaligimiz yo'q. Agarda haqiqatan kuchimiz bo'lsa, haqiqatan eg'izimiz shundoq fasohatlik, boshqalarning ko'nglini og'irta oladigan, o'zimizning atrofidagi bizga hech qanday dushmanchiligi bo'lmagan, biz bilan o'xshash bir zulmda, o'xshash bir dardda yashayotgan qarindoshlarimizdan bosh ko'zlarini urib yeritargidek kuch ko'ytimiz bo'lsa, nima uchun vatanda millionlarcha qarindoshlarimizni tajovuz qilayotgan, qirg'in qilayotgan, majburiy emgak silayotgan, bir insonda bo'lishga tegishli butun erkinliklarni bo'g'ib, insonlik huquqimizni mahrum qo'ygan shu Xitoylarga qarshi kuchimizni ishlamaymiz. Dinimizda bir musulmon qanday bo'ladi degan savolga bir musulmon shunday bo'ladiki, u yana bir musulmonga o'zining eg'izi bilan, so'zlari bilan azor bermaydigan, ziyon yetkazmaydigan, o'zining qo'li bilan, puti bilan yana bir musulmonni urmaydigan, uningga zarar yetkazmaydigan, uningga zulm qilmaydigan, o'zining kuchidan foydalanib turib yana bir musulmonni bo'zak qilmaydigan, musulmonlarga o'zaro nihoyat mehr shafqatlik, mehr muhabbatlik, ilmiy siliq sifoyi bo'ladigan, ammo tajovuzchi dushmanga qarshi nihoyat shiddatli kishidir deyiladi. Musulmon mana shunday sifatda bo'ladi. Afsuski bugungi kunimizda o'zimizning kuchini boshqalarga ko'rsatish uchun, o'zimizni boshqalarga bilimli ko'rsatish uchun, gapdan ko'rsatish uchun biz bilan taqdirdosh bo'lgan, o'xshash bir tuproqda tug'ilgan, o'xshash bir zulmga uchrayotgan, biz bilan o'xshash bir dard egasi bo'lgan kishilarga zarar beradi, ularni azoblaydigan, azor beradigan illatlar ko'payib qoladi. Bu nachar illatlar faqatla xalqimizda emas, ba'zi tashkilot rahbarlarida va ba'zi bir faoliyatchilarda o'xshash shaklda davomlashyapti. Biz ulgilib yashaydigan, bizning dahilarimiz bo'lgan sahobalar ayni vaqtida dushmanga qarshi urush qilgan vaqtlarda dushman taraf ularning yuziga tukirib qo'ygan vaqtda va yoki ularga og'zini buzib til haqorat qilgan vaqtida qilichi shu dushmanning bo'yinida bo'lgan bo'lsa, ularning kallasini olmay keyniga chekinib ketadi ekan. Nima uchun degan vaqtida o'zimning shaxsiy nafsi uchun, o'zimning o'ch adovati uchun, menga azor berganlik uchun, mening yuzimga tukaganlik uchun va yoki menga haqorat qilganlik uchun uni o'ldirgan bo'lib qolmay deb Allohdan qo'rqib turib, faqat bir zolimni, bir dushmanni o'ldirmoqchi bo'lsam, xolis niyat bilan Alloh roziligi uchun urush qilay degan niyatda o'zi bilan o'ch adovati bo'lgan dushmanini qo'yib bergan ekan. Biz bo'lsak dushmanga qarshi turishda, vatanimiz Sharq Turkistonni va xalqimizni qutqazish yo'lidagi harakatlarimizda, faoliyatlarimizda, inqiloblarimizda shariatni destek qilib turib, islomni destek qilib turib, oyat hadislarning ma'nosini burmilab turib, Xitoyga qarshi turishdan insonlarni to'saydigan, jamoatlashishdan to'saydigan, islomga bo'ysunib yashash emas, İslamni o'zining nafsiga bo'ysundirib yashaydigan mushahvallar nihoyat ko'payib qoladi. Bu munosabat bilan ba'zi siyosiy qarindoshlarimizga, ba'zi tashkilot rahbarlarimizga, ba'zi faoliyatchilarimizga samimiy tavsiyalarim. Mayli qanday maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizni bilimlik, saviylik, fidokor ko'rsatish maqsadi bo'lsin va yoki boshqa maqsadlarda bo'lsin, o'zingizlarning ma'lum bir faoliyatlariga boshqa tashkilotlar qatnashmaganligi uchun va yoki sizlarga yordam bermaganligi uchun va yoki qanday sabablar bilan bo'lsin, bayonotlaringizlardan, qilishlaringizlarni
tilinizlarni bir-biringizlarga emas, tashkilotlar o'zaro emas, faoliyatchilar o'zaro emas, faqat Xitoyga qaratingizlar. O'zaro bir-biringizlarni so'kmangizlar. Yana ba'zi shunday kishilar borki, millatga hech qanday foydasi yetmaydigan, vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga hech qanday xizmat qilmaydigan, Xitoyga qarshi hech qanday gap qilmaydigan, faqat va faqat Uyg'urlarning orasiga ixtilof yaraydigan, faqat og'zini buzib tashkilot rahbarlarini va tashkilotlarni haqoratlaydigan va hatto tashkilot rahbarlariga, butun tashkilot rahbarlariga ani qilmamsa, mani qilmamsa deb turib, xuddi bir podshodimi ko'rmaydigan kibr bilan, senlar bilan kichik bolaga tarbiya qilgandimmi o'ta bakra qo'pollik bilan, cho'ngchilik bilan qilishmamsa, etishmamsa deb turib, oddiy xalqimizga o'zini cho'ng ko'rsatishni maqsad qilgan ba'zi bir qism kishilarmi Allohdan qo'rqingizlar. So'zlarimni to'g'ri tushungaysizlar, ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.